Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga anatomiya yo'nalishidagi xuddi shunday shorts videolarni tayyorlashni o'rgataman. Bunday turdagi videolar juda ham zo'r prosmotr oladi. Misol uchun ushbu kanal do'stlar atigi 11 ta video bilan 60 mingtadan ortiq obunachi yig'gan. Va hozir men sizlarga bunday videolarni tayyorlashni batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani bo'lmasam, boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Birinchi o'rinda do'stlar, biz ChatGPT ga kirib olamiz va ushbu uzun promptni yozishimiz kerak bo'ladi. Har doimgidek do'stlar, ushbu promptni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana ko'rishingiz mumkin, har safar video chiqarganimda xuddi shunday tarzda videoni obloshkasini kanalga joylab, pastdan promptlar deb do'stlar ssilka qo'yib qo'yaman. Shu ssilkaga bossanglar, mana prompt kelib chiqadi. Va ushbu video chiqqandan keyin ham ushbu kanalimga joylab qo'yaman do'stlar. Mana ssilkasini ko'rib turibsizlar, Vgeta deb yozilgan. Qidirib topishingiz ham mumkin. Video ostidagi ssilka orqali ham o'tib do'stlar promptni ko'chirib olsanglar bo'ladi va obuna bo'lishni ham Telegram kanalimga unutmanglar. Xo'p do'stlar, ushbu promptni olib ChatGPT ga yuborganimizdan keyin ChatGPT bizga 5 xil variant beradi, ya'ni mavzularga g'oyalar beradi. Biz buni do'stlar переводчик orqali tarjima qilib mavzularni ma'nosini bilib olsak bo'ladi. Misol uchun men bu yerdan birinchisini tanladim. Ya'ni agar siz vakuum kamerasida qolib ketsangiz va havo 15 soniyada chiqarib yuborilsa-chi, endi sal g'alati tarjima qilyapti, lekin xullas mavzuni shunaqa qilib tushunib olsanglar bo'ladi. Men mana shu mavzuni tanladim va uni do'stlar qaytadan ChatGPT ga yubordim. Ya'ni shunday istaganinglarni olasizlar-da, ko'chirib olasizlar-da va ChatGPT ga shu mavzuni jo'natasizlar. Bo'ldi. ChatGPT ssenariy tayyorlab beradi. Mana xuddi shunday tarzda do'stlar ssenariy tayyorlab beradi. Endi biz nima qilamiz? Ushbu ssenariyni ko'chirib olamiz do'stlar. Ko'chirib olamiz. Mana shu mavzusi ham qolib ketmasligi kerak. Mavzusini ham ko'chirib olamiz. Undan so'ng esa do'stlar Evelyn Lab saytiga o'tamiz. Ya'ni ushbu ssenariyimizni ovozga o'tkazib olishimiz kerak. Mana do'stlar, Evelyn Lab saytiga kirib oldim. Bu yerga biz ssenariyimizni qo'yamiz va do'stlar bitta joyga e'tibor beringlar. Ushbu ssenariyni ozgina to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni mana bunday joylar bor. Misol uchun 0.5 sekund degan 0.5. Mana shunaqa joylarni do'stlar ushbu robot xatoroq qilib o'qiydi, g'alatiroq o'qiydi. O'sha uchun biz 0 ni olib tashlab faqat 5 sekundni o'zini qoldiramiz. Mana bu joyda ham 10 sekund, bu yerda ham 15 sekundni o'zini qoldiramiz. Va mana bunday joylari ham bor do'stlar. Mana bunaqangi chiziqcha qo'ygan. Buni o'rniga biz o'chirib or deb yozamiz, ya'ni yoki deb yozamiz va do'stlar ssenariyimiz tayyor. Undan so'ng esa mana bu joydan istagan birorta ovozimizni tanlaymiz. Bu yerda pulliklari ham bor, bepullari ham bor va pastdan generate speech ni bosamiz. Bizga audio tarzida tayyorlab beradi. Men esa do'stlar uje allaqachon ovozni ham tayyorlab qo'ydim. Endi esa do'stlar davom etamiz. Xo'sh, endi esa ChatGPT ga qaytamiz va ushbu mavzuni do'stlar yana bir marta ko'chirib olib, ChatGPT ga yana bir marta ketidan yuboramiz va GPT bizga xuddi shunday tarzda rasm va video tayyorlash uchun promptlar yozib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, 4 ta prompt yozib bergan. Ya'ni do'stlar, mana bu yerda ham o'zi 4 ta bo'limga bo'lingan video, ya'ni bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi va to'rtinchisi. Endi esa do'stlar biz mana bu
birinchi o'rinda rasm tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi kadrni promptini shunday ko'chirib olamiz rasm tayyorlash uchun va istalgan birorta sun'iy intellektga o'tamiz. Mana shu rasmni tayyorlash uchun. Men do'stlar rasm tayyorlash uchun Flow saytidan foydalanaman. Sizlar esa boshqa Gemini yoki shunga o'xshagan sun'iy intellektni ishlatsanglar ham bo'ladi. Va mana promptni joyladim. Bu yerdan do'stlar 9 ga 16 ya'ni shorts formatni tanlaymiz va yuboramiz. Natijani kutamiz. Mana do'stlar, juda ham professionalniy rasm tayyor bo'ldi. Bu yerdan o'zimizga yoqqan birortasini tanlaymiz. Misol uchun ushbu rasm yoqdi va men buni yuklab olaman. Endi esa xuddi shu tarzda qolganlarini ham rasmga aylantirib olamiz. Demak, bizda barcha rasmlar tayyor. Endi esa ushbu rasmlarni animatsiya qilish uchun Grok saytiga o'tamiz. Grok saytidan ushbu bo'limga o'tamiz va do'stlar, birinchi tayyorlab olgan rasmimizni yuklaymiz. Mana birinchi kadrni yukladim va ChatGPT ga o'tib, birinchi kadrni video promptini yuklab olamiz va buni Grokka yuboramiz. Mana do'stlar, birinchi juda ham professionalniy kadrimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Biz albatta buni yuklab olamiz. Endi esa xuddi shu tarzda qolgan rasmlarni ham videoga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak do'stlar, bizda barcha materiallar tayyor bo'ldi. Endi bularni biz CapCut dasturiga tashlab olamiz. Bularni ketma-ketlikda taxlab chiqamiz do'stlar. Mana pastdan ovozni ham qo'yamiz. Endi esa qiladigan ishimiz do'stlar, ushbu videolarni ovozni umuman o'chirib qo'yamiz. Ya'ni kadrlarni ovozi kerak emas bizga, faqatgina mana shu o'zimiz Eleven Labs saytida yaratib olgan ovozimiz kerak bo'ladi va do'stlar, ushbu ovozni ham biz to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni mana ko'ryapsizlar, mana bu joylarda to'xtalishlar bo'lib qolgan do'stlar. Mana shu joylarni kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, barcha to'xtalgan joylarni men kesib oldim. Endi ushbu audiolarni barchasini birlashtiramiz va do'stlar, bularni har bitta kadrga alohida qilib yana kesib chiqamiz. Ya'ni do'stlar, mana bu yerda ssenariyimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ushbu joydan boshlab mana shu joygacha biz audiodan topib kesib olishimiz kerak. Ya'ni tir degan joygacha biz kesib olishimiz kerak. Mana do'stlar, ko'rib turganinglardek men 5 ga bo'lib oldim buni. Ya'ni 4 ta kadrga 4 ta ovoz va oxirgisi bu uje videoni xulosasi desak ham bo'ladi. Endi esa do'stlar, ushbu 4 ta kadrni biz 4 ta ovozga moslab taxlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu kadrlar bizga kamlik qilishi mumkin, ya'ni qisqalik qilishi mumkin. Biz buni do'stlar, mana bu scores degan joydan tezligini kamaytirgan holatda cho'zishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam ushbu kadrni kesib olib qayta ishlatsak ham bo'ladi do'stlar. Xullas, hozir to'ldirib chiqamiz buni. Xullas do'stlar, men videoni intro qismiga, ya'ni boshlanishiga mana bu qolgan kadrlardan ham biroz kesib taxlab chiqdim. Undan so'ng esa do'stlar, har biriga alohidadan o'zini kadrini terib chiqamiz. Videoni tezligini kamaytirganda do'stlar, mana bu joydan optiskiy potokni yoqib qo'yishni unutmanglar, bo'lmasam do'stlar, juda ham kачествоsi past bo'lib ketadi. Endi esa qolgan kadrlarni ham xuddi shu tarzda terib chiqamiz. Endi esa oxirgi qismiga, ya'ni outro qismiga do'stlar, ushbu barcha kadrlardan aralashtirib ishlatamiz. Demak, mana do'stlar, barcha kadrlarni taxlab oldik. Agarda sizlarda xuddi shunaqa kadrlar bilan muammo bo'lmasligini xohlasanglar, kadrlarni shunchaki ko'proq qilib tayyorlashinglar ham mumkin do'stlar. Endi esa do'stlar, biz subtitr yozib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun tepadan subtitr degan bo'limga kiramiz va bu yerdan angliskini tanlaymiz va sazdatni bosamiz. Avtomatik tarzda bizga subtitr tayyorlab beradi. Mana subtitrimiz tayyor do'stlar. Endi biz buni yaxshilaymiz. Buning uchun do'stlar, mana bu joydan istalgan shriftimizni tanlasak bo'ladi. Ushbu shriftni tanladim do'stlar va pastdan ushbu tekstimizni stilni ham tanlasak bo'ladi. Mana masalan, mana shu yashil rangdagi stilni tanladim do'stlar va biz buni ko'rishimiz mumkin. What if you were trapped in a vacuum chamber and all Agarda xohlasangiz, buni umuman boshqacha stilga o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Buning uchun biz shablonga kiramiz do'stlar va mana tayyor shablonlar ham bor.
Misol uchun ushbu shablonga qo'yamiz va ko'rishinglar mumkin. Lock onto a semi-transparent, glowing yellow or Judayam idealniy tarzda subtitrimiz ham tayyor bo'ldi do'stlar. Endi esa do'stlar, ushbu videoni foniga birorta musiqa qo'yishimiz kerak. Buning uchun zvuk degan bo'limga o'tamiz va videoga mos keladigan birorta musiqani tanlaymiz. Misol uchun men o'ylaymanki, mana bu musiqa judayam mos keladi va men mana shu musiqani tanladim do'stlar. Buni qisqartirib olamiz va buni iloji boricha pasaytiramiz. Ya'ni taxminan 37-38, agar shunday ham baland bo'lsa 42 gacha pasaytirishimiz mumkin. Bo'ldi do'stlar, videomiz tayyor. Endi buni render qilsak bo'ladi. Do'stlar, video yasashni o'rganib oldinglar. Bunday turdagi videolarni tayyorlashga o'rtacha 10 daqiqa ketishi mumkin. Unchalik ham ko'p vaqtinglar ketmaydi va kuniga 2-3 tadan shunday videolarni tayyorlab YouTube ga joylab juda yaxshi pul topsanglar bo'ladi. Va do'stlar, bitta narsani hisobga olinglar. Kanalinglar YouTube da prosmotr olishi uchun, tezda rivojlanishi uchun kanalinglar to'g'ri ochilgan bo'lishi va to'g'ri nastroyka qilingan bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun do'stlar, biz Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Oyiga do'stlar 200 tadan ko'p odamga YouTube kanal ochib beryapmiz va ulardan juda ko'pi 1-2 oy davomida monetizatsiyaga chiqishyapti va YouTube dan daromad qilishyapti. Agarda siz ham Amerikan YouTube kanalga ega bo'lishni istasangiz va YouTube dan daromad qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali mening adminimga yozing va sizga Amerikan kanal ochib beradi. Xizmatimizdan hoziroq foydalaning. Keyingi videolarda ko'rishguncha